Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun biz ikkinchi darsimizga yetib keldik. Ikkinchi darsni ko'rishdan oldin izohlarda uyga vazifalaringizni, ya'ni men bergan topshiriqlarni yozib qoldingiz deb o'ylayman. Xo'p, demak bugungi mavzuga keladigan bo'lsak, bu bizda numbers and spelling, ya'ni raqamlar va ularning talaffuzi yozilishi hisoblanadi. Demak, raqamlarni birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, albatta bu bizda 0 hisoblanadi. 0 ning ingliz tilida ikki xil aytilish uslubi bor. Demak, bizda birinchisi bu 0, ikkinchisi esa O shaklida ishlatiladi. Eng native speakerlar qo'llaydigan versiyasi bizda O hisoblanadi. Demak, spellingda ham native versiyalarda ham ko'p ishlatiladigan bizda O ekan. Ikkinchisi bo'lsa 0 hisoblanadi. Keling, hamma raqamlarni birma-bir talaffuzini ko'rib, talaffuz qilib chiqamiz. Demak, siz ham harakat qilib ko'ring. Birinchisi bizda 1, ikkinchisi 2, uchinchisi 3, to'rtinchisi 4, 5 raqami bizda 5 shaklida o'qiladi, 6 raqami 6, 7 raqami 7, 8, 8 shaklida o'qiladi, 9 esa 9. 10 esa albatta bizda 10 bo'lar ekan. Xo'p, demak, bularni ko'rib chiqqan bo'lsak, 11 raqamdan boshlab ularning talaffuzi hamda yozilishlariga e'tibor beramiz. Xo'p, bizda birinchisi 11 raqami 11 hisoblanar ekan. 11 demak bizda 11. 12 raqami esa bizda 12. 12 bizda 12 deb aytiladi. 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19. Demak, bizda teen shaklida i'ga urg'u bergan holda o'qirkanmiz. Demak, 13, 15, 16, 17 shaklida o'qilar ekan. Demak, bu 19 dan keyingisi oxirgisi bizda 20 hisoblanar ekan. Bizda ikkalasida ko'plab yuzlar kelib chiqadi, ya'ni adashtirib qo'llash. Asosan o'sha 12 bilan 20 ni ko'p o'quvchilar adashtirib qo'llaydi. Bizlar buni adashtirmasligimiz uchun yana qaytadan takrorlaymiz. Keling. Bizda birinchi demak 12 12 shaklida o'qilar ekan, 20 esa 20 shaklida o'qilar ekan. Demak, 20 bizda 20, 12 bo'lsa 12. Bularni almashtirib qo'ymaslikka harakat qiling. Xo'p, demak, keyingi qismga, ya'ni o'nliklarga o'tamiz. O'nliklarni birinchi ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda 10 bilan boshlanadi. 10 demak ingliz tilida 10 shaklida o'qilar ekan. 20 bo'lsa 20, 30, 30, 40, 40. Qarang, 40 ni yozilishiga e'tibor beramiz. U siz yozilyapti. Ko'pchilik o'quvchilar 40 ni bu shaklda yozadi. Bu esa xato bo'ladi. Demak, 40 bizda 40 shaklida yozilar ekan, not 40, okay? Next one is here 50. 50 bizda 50 shaklida o'qilar ekan, 60, 60, 70 esa 70. 80 bizda 80 shaklida o'qilar ekan. Qani 90 ni taxmin qilib ko'ringchi o'qilishini. Demak, bizda 90 shaklida o'qilar ekan. Ko'rib turganingizdek, bizda o'nliklar bular bilan juda ham o'xshashliklar bor. Keling, shulardan bitta-bitta misol olib ko'rib chiqamiz va keyin 100 ni qanday o'qilishini tahlil qilamiz. Demak, biz ikkita misol qilib oladigan bo'lsak, bizda 14 va 14 va 40 o'qilishida ko'pchilik o'quvchilar bir xil o'qib qo'yadi. Masalan, bittasi 14 ma'nosi, bittasi 40 bo'lsa, ikkalasi ham 40 deb o'qishadi. Bu xato hisoblanadi. Birinchisi, demak, 14 demoqchi bo'lsak, biz i'ga urg'u berar ekanmiz, 14 deb o'qiymiz. 40 demoqchi bo'lsak, 40 deb o'qir ekanmiz. 40, 14, 40, 14. Demak, oxiridagi i'ga urg'u berganimizda bizda bu 10 nechidir degan raqamni keltirib chiqaradi ekan. Masalan, keyingisiga yana bitta misol yozib ko'ramiz. Keling. 17 va 70 raqamlarini misol qilib yozib ko'ramiz. Demak, bizda 17 yozilishi bunday bo'lar ekan. 70 esa bu shaklda yozilar ekan. Xo'p, demak, ikkalasini o'qilishini ko'ramiz. Demak, biz 17 demoqchi bo'lsak, 17 ishlatamiz.
70 demoqchi bo'lsak 70 shaklida o'qiymiz. Bittasida urg'u oxiriga tushadi, bittasida esa tushmaydi. Demak, keling takrorlab ko'ramiz. Birinchisidan boshlaymiz. Bu bizda qanday aytilar ekan? 14 shaklida, bunisi esa 40 shaklida. Ikkinchisini ko'rib chiqamiz. Bizda 17 raqam qanday o'qilar ekan? 17. 70 esa bizda 70 shaklida o'qilar ekan. Demak, bularni ko'rib chiqqan bo'lsak, oxirida bizda o'nliklarda 100 qolib ketgan edi. Keling uni ham o'qilishini va qanday yozilishini ko'rib chiqamiz. Demak, 100 bizda 100, ya'ni 100 shaklida o'qilar ekan. Uni oldida bitta 100 demoqchi bo'lsak, biz artiklni keltirishimiz mumkin. 100 deymiz yoki 100 deymiz. Ikkalasi ham bizda to'g'ri bo'ladi. Demak, 100 yoki 100 shaklida o'qilar ekan. Xo'p, demak, darsimizning keyingi qismi ikki xonali sonlar bilan bog'liq bo'lar ekan. Ularning qanday yozilishi va talaffuzlarini keling ko'rib chiqamiz. Bizda 20 aytib o'tganimizdek 20 edi. 21 bizda 20 va 1 sonlardan tashkil topganligi uchun 21 shaklida o'qiladi va yoziladi. O'rtasida chiziqcha qo'yishni unutmang. Bu ikki xonali son bo'lganligi uchun bizda ingliz tilida chiziqcha bilan yozilar ekan. Ikkinchisi bizda 20 va 2 raqamlari 22, ya'ni bizda 22 chiziqcha bilan yozilar ekan. 23 bizda 23, bu ham albatta chiziqcha bilan yozilar ekan. Va shu shaklda davom etib 21 ni ko'radigan bo'lsak, bizda 29 shaklida yoziladi, o'qiladi hamda shu kabi chiziqcha qo'yiladi. 30 bizda esingizda bo'lsa 30 shaklida o'qilar edi. 31 bo'lsa 31, hamma o'sha ikki xonali sonlar shu shaklda davom etib ketaverar ekan. Xo'sh, endigi ko'rib chiqadigan narsamiz bizda large numbers, ya'ni katta raqamlar hisoblanar ekan. Demak, boya ko'rib chiqqanimizdek, bulardan birinchisi bizda 100 hisoblanadi. 100 bizda a yoki 100 shaklida yozilardi, esingizda bo'lsa. Demak, bizda 100, 100 yoki a 100 shaklida yozilar ekan. Demak, bizda keyingisi bunisi 1000 hisoblanadi. 1000 ingliz tilida 1000 deyiladi. A 1000 yoki 1000 shaklida ishlatishimiz mumkin. Demak, 1000 bizda a 1000 yoki 1000 shaklida ishlatilar ekan. Keyingisi bizda 10,000 hisoblanadi. 10,000 ingliz tilida 10,000 bo'lar ekan. Xo'sh, keling yozib ko'ramiz. Demak, 10,000 bizda 10,000 shaklida yozilar ekan. 10,000 dan keyingi raqam bizda ko'rib turganingizdek 100,000 hisoblanadi. 100,000 bizda 100,000 shaklida yoziladi. 100,000 yozuvimga tushunyapsiz degan umiddaman. 100,000 bo'lar ekan bu bizda. Keyingisi esa ko'rib turganingizdek million. Million ham ingliz tilida a million yoki 1 million shaklida demak o'qiladi hamda yoziladi. Demak, a million yoki 1 million shaklida. Keyingisi ko'rib turganingizdek bizda 10 million hisoblanadi. 10 million esa bizda 10 million deb yoziladi. Demak, bizda bu 10 million ekan. Keling hammasini bir qaytarib chiqamiz. Demak, birinchisi bizda 100, 100 yoki 100 edi. 1000 bizda a yoki 1000, 10,000 bizda 10,000, 100,000 bizda 100,000 bo'lar ekan. Demak, bizda million bo'lsa a million yoki 1 million shaklida o'qilar ekan. 10 million bo'lsa 10 million shaklida o'qilar ekan. Demak, bizda keyingi qism bu kabi sonlarning qanday yozilishini ko'rib chiqamiz. Demak, 101 bizda ikki xil yozilish turi bor ekan, ikkalasi ham to'g'ri bo'lar ekan yozsangiz. Demak, birinchi turi 101 desak ham to'g'ri bo'lar ekan, 101 shaklida yozsak ham to'g'ri bo'lar ekan. Demak, birinchisi bizda 101 101 shaklida hamda 101 101 shaklida.
ikkalasi ham bizda demak to'g'ri bo'lar ekan. Xo'sh, demak keyingi ko'rib chiqadigan bo'limimiz bizda bu sonning turlari hamda yillar va telefon raqamlarining qanday yozilish va o'qilishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak birinchisi bizda cardinal and ordinal numbers bo'lar ekan. Cardinal numbers bizda sanoq sonlar 1, 2, 3, 4, 5 shu kabi sonlar bizda sanoq sonlar hisoblanadi. Ikkinchisi esa bizda ordinal numberlar, ya'ni tartib sonlar. Biron nimani tartibini aytmoqchi bo'lsak, incha qo'shimchasi o'sha bizda ordinal numbers deyilar ekan. Demak, ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi demoqchi bo'lsak, biz bir soniga st qo'shimchasini qo'yar ekanmiz. Demak, bu first shaklida o'qilar ekan. Ikkinchisi esa nd qo'shimchasi bilan kelar ekan, second shaklida o'qiladi. Uchinchisi esa rd qo'shimchasi bilan kelib, third shaklida o'qiladi. Keling, birma-bir takrorlab chiqamiz. Birinchisi demak bizda first, ikkinchisi bizda second, uchinchisi esa bizda third shaklida o'qilar ekan. Keyingilarning barchasi esa th bilan yozilar ekan. Bu masalan fourth, fifth, sixth, seventh shaklida th s shaklida o'qilib qo'shilib ketar ekan. Demak, keling buni ham birma-bir takrorlab ko'ramiz. Demak, bizda 4-chi fourth, 5-chi fifth. Demak, bizda keyingisi 6-chi ekan. 6-chi qanday talaffuz qilinar ekan? 6. 7-chi seventh shaklida talaffuz qilinar ekan. Demak, keling qisqa bir review o'tkazamiz va qanchalik shularni tushunganingizni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak, bizda 56 oltilik oxirgi raqamlarga qaysi qo'shimcha qo'shilardi? To'g'ri, bizda demak th bilan bu kelar ekan. Demak, 56 shaklida kelar ekan. Keyingi number bizda 93. 93 ni biz ordinal number qilish uchun unga qaysi qo'shimchani qo'shamiz? To'g'ri, demak bizda bu qo'shiladigan qo'shimcha rd qo'shimchasi, ya'ni 93 shaklida o'qilar ekan. Keyingisini ko'ramiz. Keyingisi bizda 81, ya'ni 81. 81 ga bizga qaysi qo'shimcha qo'shiladi? To'g'ri, demak bizda keyingi qo'shiladigan qo'shimcha st hisoblanadi. Bu 81st shaklida o'qiladi. Demak, keyingisi bizda 102, 102 yoki 102 shaklida o'qilar edi. Bunga qo'shiladigan qo'shimchamiz esa o'zi bitta qoldi. Bu ham bo'lsa bizda nd shaklida, ya'ni 102nd shaklida o'qilar ekan. Demak, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, bu bizda yillar va telefon raqamlarining o'qilish yozilishi hisoblanadi. Demak, yillarni ikki xil o'qishimiz va yozishimiz ham mumkin ekan. Demak, o'qilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda birinchi 2001 raqamni misol qilib oldik. 2001 bizda 2001 shaklida o'qilishi ham mumkin ekan. Oddiy kundalik uslubda u 2001 shaklida ham o'qilar ekan. Demak, biz to'rttasini bir qilib o'qishimiz ham mumkin ekan yoki ikkita alohida olib o'qishimiz ham mumkin ekan. Masalan, 2001 shaklida o'qidik. Keling, yana bitta yilni misol qilib olib ko'ramiz. Demak, bu bizda 1996 bo'lsa keling. Demak, buni ikkita alohida qilib olib o'qiganimizda 1896 shaklida o'qilar ekan. Demak, 1896 ikkita qilib alohida olib ham o'qisak bo'lar ekan. 1996 deb o'qisak ham bo'lar ekan. Demak, keyingisi bizda telefon raqamlarining demak o'qilishi hisoblanar ekan. Demak, bunda biz telefon raqamlarini one by one, ya'ni birma-bir harflarni, ya'ni sonlarni bitta o'qib, demak talaffuz qilishimiz mumkin ekan. Bunda bir raqamni misol qilib oldik. Keling, buni o'qib ko'ramiz. Demak, bizda bu 9, 9, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shaklida o'qilar ekan. Shu bilan bizda numbers and spelling mavzumiz tugaydi. Mavzuni tushundingiz degan umiddamiz. Izohlarda o'z kommentariyalaringizni qoldiring.